Tushunmadim, ne xarakter ko'rsatyapsan, tinchlikmi? Menimcha bu hayitda ham menga vaqt ajratib qayergadir olib chiqmasangiz kerak bo'lib turishdi. O'ylab gapiryapsanmi? Hayitga qayerga ham borarding? O'zi shu yerda shuncha ish turibdi. Qurbonlik qilish kerak hali. Kun bo'yi go'shtini tarqatib ovora bo'lasan. O'xshasa qarindoshlarni ham ko'rib kelmoqchi edim bir to'la. Men seni hozir olib chiqib yurishga vaqtim bormi? Azinimda o'ylab anaqaga. Hayitdan keyin chiqib kelaveramiz ya bo'lmasa. Adasi, hayit oilaviy bayram bo'lsa, qanaqa qilib hayitdan keyin chiqamiz? Shu hayitda hech bo'lmasa menga ozgincha vaqt ajratasizmi dedim adasi. Har safar shunaqa muhim kunlarda sizda qanaqadir ish chiqib turaveradi-da. Nima qildingsan unda? Unda hammasini shunday bekor qilib yuborishim kerakmi? Sani orqangdan yugurib yurishim kerakmi? Bu joyga olib borib mashina ko'ngliga qaray deb? Bekor qilish shart emas. Qurbonlikni mehr 20-20 degan komanda bor-ku. Xo'p. O'shalarga topshirsiz, keyin bemalol bo'lardingiz-da. Nima qilib berar ekan ularning? Sizning nomingizdan to'liq qurbonlikni o'tkazib berishar ekan. Go'shtlarni ham eng haqdor oilalarga yetkazib berishadi. Katta ustozlar ham bularni omonatdor jamoa deb maqtagan ekan. Menimcha bularning ham shuncha qilib berayotgan xizmatining evaziga qo'y ustiga yaxshigina pul oladi. Yo'q, adasi. Eng qizig'i ham shunda-da. Bular shu hamma xizmatlarni bepulga qilib berishar ekan. Eng asosiysi, haqiqiy muhtojlarga ehsoningiz yetib boradi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa zo'ru. Bo'ldi bo'lmasa, sen aytgandek qilamiz. Men mehr 20-20 degan komanda bilan bir gaplashib ko'raman. Sen ungacha hayitda qatga borib aylanib dam olib kelishimizni bir reja qilib turgan bo'ptimi? Ha.